Assalomu alaykum, kanalimizning ashaddiy tomoshabinlari va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aziz obunachilar, bugun sizlar bilan yana bir navbatdagi ajoyib bo'lgan uy loyihasi bilan tanishib chiqamiz. Biz ushbu loyihamizni Asaka tumaniga tayyorlab berdik. Eslatib o'tamizki, biz ushbu zakazchigimizga oldin ham xuddi mana shu joyiga bir qavatli qilib YouTube kanalga joylashtirilgan 67-chi ya'ni mana bu loyihamizni tayyorlab bergan edik. Ma'lum bir vaqtdan keyin uy egalari bir qavatli emas, ikki qavatli qilishni reja qilishgan ekan. Boshqatdan yana ushbu xonadonga shunaqangi ko'rib turganingizdek shinam va ixcham holatdagi ikki qavatli uchastkani loyihalarini chiroyli holatda tayyorlab berdik. Loyihadagi uyimizga qaytadigan bo'lsak, ya'ni tashqi razmerlari bizda mana bu umumiy ko'cha tarafimizni uzunligi 9,5 metr va uyimizni mana bu yon taraf uzunligi 26 metrni tashkil etadi. Mana shunda agar siz ham ushbu loyihamizni birga bir qurmoqchi bo'lsangiz, maksimal 2,5 sotiq yer maydoni kerak bo'ladi. Asosiy yashash xonadonlari bo'lgan mana bu ikki qavatli uchastkamizni o'zining razmerlari mana bu yon tarafi 11,70 sm, mana bu ustungacha, mana bu orqa yon tarafi esa 820 sm. Mana shunda umumiy olganda asosiy bo'lgan yashash xonadonlarini egallab turgan yer maydoni 1 sotiq yer maydonini egallab turibdi. Endi loyihadagi uyimizni umumiy holatda qisqacha ko'rib chiqadigan bo'lsak, asosiy yashash xonadonlari mana bu o'rtada ikki qavatli qilib olingan. Mana bu tarafdagi bir qavatli uchastkamiz, xonadonimiz bu bizda mehmonxona hisoblanadi. Mehmonxonamizni ostidan bunaqangi zinalar orqali podval qismiga tushib ketiladi. Podvalimizdan qaysi maqsadda foydalanadi? Masalan, kotyol yokida ombor sifatida foydalansa bo'ladigan holat qilingan. Ko'cha tarafimiz o'zlarini ozgina mana bu joylarida oldida anchagina bo'sh yerlarini borligini hisobiga biz ko'cha fasad ko'rinishlariga bunaqangi holatda ko'rib turganingizdek chiroyli ustunchalar chiqarib, ustunlar qo'yib, chiroyli holatda darvozamizni tashqarisiga ayvonchalar ishlab qo'yganmiz. Mana bu yerda esa bizda kiraverishimizda ayvonchamiz hisoblanadi. Bitta ustunimiz bor bu yerda va mehmonxonamizga kirish zinalari, kirish eshigi mana bu tarafda zinalar, tashqari muhitdan qilingan eshigi. Asosiy uyga esa darvozaxonamizdan kirganimizda naves va navesimizdan mehmonxonaga kiriladi yokida o'zlarini bunaqangi to'g'riga yuriladigan bo'lsa yashash xonadonlariga kirishligi mumkin. Va yana shuni eslatib o'tamanki, bu yerda bitta plus taraflari mana bu yerda forchkamizni qoldirib ketganmiz va mana bu yerda zinani borligini hisobiga xalaqit berishligini hisobga olgan holatda bunga shunaqangi bir chiroyli yechim qildikki, ko'rib turganingizdek bunaqangi chiroyli holatda rushotkalarni qo'yib qo'ydik. Bemalol tabiiy yorug'lik yokida qanaqadir ma'noda xonani shamollatish podval qismini juda bir chiroyli qulay bo'ladi. Endi loyihadagi uyimizni xonalar joylashuvini ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana shu kamera orqali yurib tanishtirib chiqadigan bo'lsak, dastavval ko'cha tarafdan boshlaymiz. Va yana shuni eslatib o'tamanki, mana bu yon tarafida ham nalari borligini hisobiga tomni yopilishlarini shunaqangi holatda olganmiz. Ya'ni mana bu tarafini tekis qilib devor qilib o'rganmiz va mana bu tarafda ham qo'shnilari borligini hisobiga bunaqangi holat qilingan va o'zlari va qo'shnilari ahilligini hisobiga bir-birini uchastkasiga ozgina uy qurayotganda 1,5 metr o'tganligini hisobiga shunaqangi chiroyli holatda boshqatdan yechim tayyorladik. Mana bu bizda ko'cha tarafimiz hisoblanadi. Darvozaxonamizdan kirganimizda, darvozamizdan kirsak bunaqangi chiroyli hovlimizni ko'rinishlari ko'rib turganingizdek, kirganimizdayoq bizni ayvonimiz bo'ladi. Yer ayvon deyiladi bunaqangi holatda. Mana shu ayvonimizni mana bu yeriga xohlasalar shunaqangi stul, xohlasalar tapchan so'riq qo'yib oilaviy o'tirsalar ham bo'laveradi. Ayvonimiz orqali mana bu chekkasidan bunaqangi ko'rib turganingizdek podval qismiga tushib ketadigan zinamizni qoldirganmiz. Bu tarafdan ko'rinishlari G shaklida juda bir chiroyli holatda tushgan. Bu bizda ayvonimiz. Endi mana shu ayvon orqali mana bu yerda joylashgan zinalar ko'tarilib, mana bu eshikka kiradigan bo'lsak, bu
xona bizda mehmonxona hisoblanadi. Mehmonxonamiz ham keng, kattagina, ko'rib turganingizdek derazalari ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan. Endi bu mehmonxonamizdan qaytib chiqib tashqari muhitga chiqamiz. Hovlimizni ko'rinishlari, landshaftlari ham bunaqangi chiroyli holatda bejirim ishlangan. Endi yashash xonalarini tushuntirib o'tadigan bo'lsam, mana bu zinalar orqali ko'tarilib, mana bu yerda qoldirib ketilgan panoramik eshigimiz orqali kiradigan bo'lsak, hovli qismiga kiriladi. Zinamizga e'tibor beradigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek tepasiga balkon ishlangan va pastki qismi yomg'ir yoqqanda, ayniqsa qish kunlarida ko'rib turganingizdek bunaqangi pana holatda, ya'ni quruq holatda turadi. Bu juda ham foydali. Endi bu eshikdan kirib, hovliga kiradigan bo'lsak, asosiy yashash xonalarini joylashuvi o'ng qo'l tarafda joylashtirib ketilgan va chap qo'l tarafda esa ikkinchi qavatga olib chiqadigan zinamiz qoldirilgan. Birinchi eshikdan kiradigan bo'lsak, bu bizda ayollarimiz sevadigan oshxonamiz hisoblanadi. Albatta, oshxonamizni ham tabiiy yorug'lik bilan ta'minlash maqsadida ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan. Mana bu yerga panoramik holatda derazalarini qoldirib ketganmiz. Endi bu xonamizdan qaytib hovliga qaytib chiqamiz va mana bu o'rtadagi kinagina eshigimiz bu bizda birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi hisoblanadi. Va mana bu ikkala chekadagi xonalar, mana bu bizda kattalar yotoqxonasi bo'ladigan bo'lsa, mana shu kattalar yotoqxonasiga kiramiz. Kirganimizda keng kattagina muhit ko'rib turganingizdek derazalari orqa hovli tarafga qaratib o'tilgan. Bu kattalar yotoqxonasini o'zlariga tegishli mana bu yerda yuvinish xonalarini qoldirib ketganmiz. Endi bu xonadan qaytib chiqadigan bo'lsak, navbatdagi oxirgi xonamiz. Kirganimizda to'g'ridagi mana bu bizda bolalar yotoqxonasi. Bu bolalar yotoqxonasi ham keng, kattagina shinam holatda, derazalari orqa hovli tarafga qaratib o'tilgan. Bu bizda umumiy birinchi qavatimizni xonalar joylashuvi bo'ldi. Ikkinchi qavatimizga ko'tariladigan bo'lsak, ikkinchi qavatimizni xonalari ham xuddi shunday holatda joylashtirib ketilgan. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerda kattalar yotoqxonasi, mana bu ikkinchi qavat uchun o'rtada umumiy yuvinish xonasi, mana bu yerda yana birinchi qavatnikiga o'xshab kattalar yotoqxonasi, bu esa bolalar yotoqxonasi. Endi bu xonaga kiradigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, bu xonamiz ham juda bir chiroyli holatda, derazalari birinchi qavatnikiga o'xshab qoldirib ketilgan va qolgan xonalarimiz ham xuddi shunday holatda. Mana bu ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi, mana bu esa kattalar yotoqxonasi. Birinchi qavatda qanday joylashgan bo'lsa, bu ikkinchi qavatimizda ham xuddi shunday holatda. Bu kattalar yotoqxonasi va o'zlariga tegishli mana bu yerda yuvinish xonalari qoldirib ketilgan. Buni yonidagi, ya'ni chiqib, hovliga chiqib, mana bu eshikka kiradigan bo'lsak, bu esa bolalar yotoqxonasi hisoblanadi. Endi bu xonadan qaytib chiqadigan bo'lsak, umumiy olganda pastda 3 ta xona, tepada 3 ta xona, plyusda mehmonxona hisoblanadi. Bu zinalar orqali mana bu yerda ko'tariladigan bo'lsak, mana bu eshik orqali chiqqanimizda ko'rib turganingizdek balkon qismiga chiqish mumkin. Balkon qismiga ham dizayn jihatidan ham mustahkamlik jihatidan bunaqangi ikkita kolonnalarni chiroyli holatda joylashtirib ketganmiz. Ko'rib turganingizdek, balkon qismidan bemalol ichkari hovli ko'rinishlari va ayvonlarimiz ko'rinib turadi. Umumiy olganda tepadan ko'rinishlari mana shunday holatda juda bejirim, chiroyli ishlangan. Albatta, mana bu yon taraflariga deraza qo'ymaganimizning sababi bu tarafda qo'shni bor. Noqulaylik bo'lmasligi uchun, xijolat tortishmasligi uchun faqatgina derazalarini orqa hovli tarafga qaratib qo'yganmiz. Albatta, mana bu orqa hovli tarafda esa o'zlariga tegishli yana qo'shimcha yerlari bor. Mana bu yerda qisqacha tushuntirib o'tadigan bo'lsam, ko'rib turganingizdek, boshida aytganimdek, o'zlari ham ozgina qo'shni tarafga chiqqan va qo'shnilari ham ular tarafga ozgina bir-biriga o'tib ketgan joylari bor ekan. Shuni hisobiga asosiy yashash xonadonlari, ya'ni mana bu uchastkamizni bu yonidan 1,5 metr maksimal holatda joy qoldirganmizki, orqa hovli tarafga o'tsa bo'ladigan joy qoldirib ketganmiz. Umumiy olganda loyihadagi uyimizni ko'rinishlari xuddi mana shunday holatda ko'rib turganingizdek. Mana azizlar, imkon qadar sodda va tushunarli tushuntirishga harakat qildim. Siz va yaqinlaringizga shunaqangi professional arxitektura va dizayn xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta
pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Va yana shuni eslatib o'tamizki, bizni Telegram va Instagram kanallarimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, YouTube kanaliga joylashtirilmagan ko'plab loyihalarimiz Instagram va Telegram kanallariga joylashtirib boriladi. Rahmat hammaga.